Nurafshon ko'chada Rahmat shefga kelganmizni azasini ko'ramiz har doimgidek. Abet ujurlarga olib borasiz uydagilar. Lekin zavtrikka olib borganmisiz? Keyin sizga zavtrik tayyorlaganlarni mazza qilasizlar, lekin yursan olib boraman zavtrikni. Ayolingizni, hojidodi, hojonalarni, bolalaringizni olib, mana shunaqa joyga kelasiz. Atmosferasi ham zo'r. Mazasiga endi baho beramiz. Bu yerda shak-shuk ekan. Zeleniy salat, avokadosiz. Hamma yoqda avokadoli bo'lsa, bu yerda avokadosiz. Sirniklar mazasini ko'ramiz. Ertalabdan shunaqa zavtrik bo'lsa, hammam ishtahasi ochiladi-yu. Xafa zavtrik domla non ishda. Bismillah. Nonlarni ham o'zlari yopishadi. Mazasiga baho beramiz. Bismillah. Ham salatlarni правильный bittani yurgan bolalar ham yesa bo'ladi. Paytda menga ham zamechani posliyu semir ketosdan. Men правильный bittani o'tamiz sekin-sekin. Bismillah. Boshqacha shirinlik to'g'risi salat bilan zo'r. Siz navbat sirniki keldi. Bismillah. Bakın yogurtlarni botirib yeb qo'yamiz endi. Bismillah. Bay buni shunlarga. Yoshligimizda bog'chalarda maktablarda berilardi-yu. 90-yilda buni bilsa kerak. Hozir bolalar biladimi yo'q bilmayman, lekin deb ko'ringlar, vaqt dahshat ekan. O'rtoqchilar hamma narsa ideal. Reklama asosida kelmaganmiz. O'zimizni kirdik. 100 pulni xolos pulni to'laymiz. Hozir chekka ham ko'rsatamiz sizga. Keyin narsasi ham nonlarni ko'ringlar. Odam non yesa semirib ketadi. Buni yemaslikni o'zi xato deydi. Bu nonlarni lekin. Shirinliklar ham bor ekan, shirinlikni kutyapmiz. Shirinligimiz ham keldi. Katta bo'lmasin deylik. Правильный pitanalarimiz har doimgidek. Har doimgidek degan ishonmanglar va bu. O'tib shirinligimizdan limon bilan nok ekan. Nok lekin qo'rqibsizlar yegin deyapti har doimgidek. Bismillah. Bu qattiqroq ekan. Va buni üstüne ekan, bizi sifatli ekan. Bismillah. Boshqacha shu yerga beryapti. Qani limonni ham ko'ringchi. Bismillah. Yomon emas lekin shundaylari noodatiy ekanlik. Ovqatlarni, shirinliklarni yeb ko'rdim, salatlarni yeb ko'rdim. Joyi, atmosferasiga 10 balldan oshiq qo'ysam bo'ladi, bemalol. Taomlarga keladigan bo'lsak, ovqatlarga 10 dan 10. Shirinligini nodatiyligiga 10, lekin mazasiga 9lar. 8-9lar. Endi yomon emas. O'zingizlar teklasizlar, mazasiga o'zingiz baho berasizlar. Qo'limizga chekka oldim. Shu yerda 319 ming so'm, salkam 320 ming so'm. Lekin bitta odamga bu zavtrik uchun juda qimmat. Lekin xursand qiladigan tomoni, mana shu pulni 3 dan 1i vaqfga ketar ekan. Shu tomonlama xursand bo'ldim. Yegan narsalarim shunga arziydi. Ishonmasanglar, kelib yeb ko'ringlar sizlar ham. Mazasiga baho beringlar, sizlar ham achmaysizlar degan umidamiz. Joyimizni Riveraga yetmasdan shunday yo'l yuzida Nurafshon ko'cha, aniq lokatsiya Telegram kanalimiz bor. Like, podpiskani ayamanglar, joningiz sog' bo'lsin.